Nargiz opa, nimaga yuzni issiq suvda yuvish mumkin emas? Men sizga hozir 3 ta sababini aytib o'tib ketaman. Ungacha menga obuna bo'lib qo'ying. Birinchidan, issiq suv terini quruqlashtiradi va terini himoya qatlamini buzadi. Natijada esa teri qurib, aji tushishga va yorilishga moyillik bo'lib qoladi. Ikkinchidan, u yuzdagi tabiiy mikroflorani o'ldirib yuboradi va yallig'lanish xavfini oshiradi. Uchinchidan esa elastin tolalarimiz yupqa bo'lganligi sababli kollagen tolalarimizni ishlab chiqarish ta'sirini kamaytiradi va bu yuzni cho'zilishiga olib keladi hamda yuz tiklanishini qiyinlashtirib yuboradi. Natijada nima bo'ladi? Yosh bo'lishingizga qaramasdan yuz tortilishi, ya'ni bizning tilda подтяжка лица operatsiyasiga muhtoj bo'lib qolasiz. Chunki yoshingizga nisbatan qari ko'rinishni boshlaysiz. Shunaqa holatga tushib qolmasligi uchun issiq suvda yuzini yuvib yurgan o'rtoqlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Yanada foydali maslahatlar kerak bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.